Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Xudo xohlasa endi investorlar bilan ishlash. U marketplace'dami, boshqa biznesdami farqi yo'q. Prosta umumiy ma'lumotlar beraman. Bu o'zi ma'lumotlar faqat onlayn kurs uchun edi, darslik uchun edi. Lekin bu darsni YouTube'ga ham qo'ymoqchiman, hamma foydalanishi uchun. Ya'ni aytmoqchimanki, ma'lumotlarda ozginasi aytilib, keyin kursimga kiring degan narsa bo'lmaydi. Prosta hamma ma'lumotni ochiqchasiga aytmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz ancha sizga tushunarli, manfaatli bo'ladi. Xudo xohlasa boshlaymiz. Menda o'zi yerda shart masalan o'zi investor ishlatganda loyiha qilinadi, shartnoma qilinadi. O'shalarda hammasi menda qo'limda bor. O'shalardan kelib chiqib turib PDF qildim va PDFda hammasini imkoni qadar kiritib ketdim. Investor bilan ishlash sizni biznesingizga pul tikib, foydadan ulush oladigan shaxs hisoblanadi. Siz o'z bilimingiz, mehnatingiz bilan biznes boshqarasiz. Ikkalangiz esa manfaatdor bo'lasiz, ya'ni ikki kishi foydada. Asosiy tushunchalar bularni eslab qolishingiz kerak. Investor bu pul tikadigan shaxs, foydani kelishilgan foizda kelishiladi foizi, shunga qarab boshqariladi. Tadbirkor siz, ya'ni pulni oluvchi shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, biznesni boshqaradigan shaxs siz bo'lasiz. Investor pul tikadi, siz esa boshqarasiz. Polni nima ish bo'lsa qilasiz. Kapital hissa pulni o'sha investor beradi va bu pul umumiy mulk bo'ladi. Siz va biznes uchun ishlatasiz. Keyin foyda ulushi, foydani foizi. Bu yerda biz taxminiy biz boya shartnoma bo'yicha kiritganmiz. Endi har xil ishlaydi hamma. Buni hozir pastda tushuntirib ketaman yana. Qanaqa ishlashi, yana batafsil ma'lumot hozir men bu PDF bo'yicha aytib ketyapman. Yana pastda oxirida umumiy tushunchalar beraman. Masalan, siz shu 55% olasiz, investor 45% oladi. Bu nima uchun bunaqa beriladi, qanaqa foizda ishlash kerak, hammasi keyingi slaydlarda bor. Lekin bu faqat bir xil emas, har xil foizda ishlanadi. Shartnoma ikki tomonning yozma kelishuvi. Endi har bitta investitsiya bilan shartnoma qilinayotganda обязательно shartnoma qilish kerak, yozma shaklda. Keyin zarar, agar biznesda zarar ko'rsa, kim qancha zarar ko'rishi, hammasi mana shu shartnomada belgilangan bo'ladi. Endi bitta asosiy tarafi bor. Masalan, biznesga siz pul oldingiz, investordan masalan qo'rqadi kimdirlar, o'zi qanaqa tartibda bo'ladi. Shu uchun islomda muzoroba degan nima bor. Islom moliyasida shunaqa tushunchasi bor, muzoroba degan. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Bu nima degani? Bir tomon pul tikadi, ikkinchi tomon esa mehnat va bilim qo'shadi. Ya'ni masalan investor pul beryapti, ikkinchi tomon ya'ni siz esa faqat harakat qilasiz, tovar olib kelasizmi, sotasizmi, nima ish bo'lsa siz qilasiz. O'sha umumiy nazarda tutiladi. Islomda halol hamkorlik usuli hisoblanadi muzoroba. Muhim farqi bor. Nima uchun bu o'zi halol deyilsa, pul egasidan pul tikiladi, mehnat egasidan mehnat tikiladi. Agarda zarar kiriladigan bo'lsa, pul egasi puldan zarar ko'radi, mehnat egasi esa mehnatdan zarar ko'radi. Bizning shirkat shartnomasi va ham shu tamoyilga asoslangan, halol va adolatli. Ya'ni mana har xil mana shunday shirkatlar bo'ladi. Sizga bitta investor topadigan bo'lsangiz, o'sha investor bilan borasiz o'sha shirkatga. O'sha shirkat o'rtaga tushib turib sizga shartnoma qilib beradi muzoroba asosida. Ya'ni o'sha mablag' shartnoma bo'ladi. Mana shu shartnomada hammasi yozilgan bo'ladi. Ya'ni tovar masalan mana bu aytayapti, qarang, mana pul egasidan pul yo'qoladi, mehnat egasi mehnati zarar ko'radi deyapti. Mana shu hammasi shunday yozilgan bo'ladi. Ya'ni masalan erta biznes minusga kiradigan bo'lsa, buni ham hamma narsa batafsil bunda yozilgan bo'ladi. Nima uchun minusga kirgani, qanaqa kirgani, yana oxirida batafsil tushuntiraman. Yana qisqacha aytyapman. Ya'ni hamma narsa mana shu shartnomada bo'ladi. Kim ertaga tovar masalan zararga kirsa, masalan pul yo'qotishi, pul tikkan inson yoki mehnat tikkan inson mehnatdan yo'qolishi, ya'ni bunday dehqoncha qilib aytganda, men mehnat qilyapman, u odam pul tikyapti, lekin ertaga biznesimiz zararga kiradigan bo'lsa, endi baribir 50-50 hamma narsa zarar kiradigan bo'lsa, o'shanda men mehnatimga kuyaman, pul tikkan inson puliga kuyadi. Shunaqa joylari ham bor. Endi yana chuqurlashamiz. Investorga taqdim etiladigan loyiha nimalar bo'lishi kerak?
investorga siz loyiha berayotganingizda, ya'ni siz investor oldiga borayotganingizda sizda loyiha bo'lishga qo'lingiz tayyor. O'zi nima sotaman, qachon sotaman, kimlar uchun sotaman, qayerda sotaman, hammasi tayyor siz qo'lingizda bo'ladi. Unda sizda mana shu loyihani ham endi примерно an'osi bor, shakli bor. Bunda hammasi yozilgan. Ya'ni nima sotishim, qayerdan olib kelishim, nima muammoni hal qilaman, bunda hammasi yozilgan. Sizda ham xuddi shunaqa loyiha bo'ladi. Bozor tahlili, masalan, uni olib kelganingizdan keyin baribir ellik deganim bilan ham sizda tayyor shablon bo'lishi kerak. Xitoydan olib kelasizmi? Masalan, nima afzalligi bor? Masalan, shunaqa afzalligi bor. Masalan, bu Xitoydan olib kelsangiz, katta partiya olib kelasiz, sizga pul beradi. Masalan, 100 million, 200 million, 300 million farqi yo'q summani. O'sha summani to'g'ri boshqarish, to'g'ri yo'naltirish. Mayli, Xitoydan olib kelasiz, sizga pul berib qo'ydi deylik, u pulni ham yo'qotib qo'yish ham ehtimoli ko'p-da. Buni boshqarishni ham bilish kerak. Davay sizga nima deydi? $10,000 pul berdim deydi. O'sha $10,000 siz qanaqa ishlatasiz, qaysi yo'lga ishlatasiz? Ya'ni shunaqa tartibda tushuntirmoqchimanki. Davay Xitoydan zakaz qilaman deysiz, masalan, loyihaga kiritasiz va nima uchun Xitoy? Birinchi o'rin narxi arzon va konkurensiya qila olaman. Va necha xil tovar bo'ladi, o'sha hammasini yozasiz. Va mijozlaringiz kim? Va qayerda sotasiz? O'sha hammasi kiritilgan bo'ladi, mana bu tushuntirilgan. Bu PDFlarni men oxirida QR kod qoldiraman. O'sha QR kod orqali siz bemalol Telegram kanalimga kirib turib, bemalol o'sha mana shu PDFni olsangiz bo'ladi, bemalol. Keyin bundan tashqari bozor tahlili qilasiz, o'sha raqobatlarni o'rganasiz, o'sha Xitoyda zakaz qilish oldi. Keyin mahsulot yoki xizmat aynan nima sotishingiz, buni aytdim. Qanday yetkazib berish, logistikalar, eng arzon logistika topishingiz, boshqa qilishingiz, yana yaxshi olib kelishingiz, hammasi o'sha kiritilgan bo'ladi o'sha loyihada. Marketing reja, siz tovarni qayerda sotasiz, qanday sotasiz, kimlar bilan sotasiz, masalan, bironta blogerga berasizmi, hammasi o'sha kiritilgan bo'ladi. Qanaqa ishlash tartiblari. Moliyaviy reja, qancha kapital kerak bo'ladi, qanchasi qayerga yo'naltiriladi, logistikaga qancha, Xitoyga qancha, hammasi yozilgan bo'ladi. Va xavflar va yechimlar. Xavf va yechim обязательно yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni siz masalan o'sha tovarni olib kelasiz, baribir ellik deyapman, masalan, tovarni qolib ketishi bor, trend almashishi bor, masalan, qaysi razmerlar, kiyim bo'lsa qaysi razmerlar qolib ketishi bor, o'sha hammasini iloji boricha bilganingizcha kiritishingiz kerak. Chunki uni investor xabardor bo'lsa, ertaga oxirida ham o'sha muddat o'sha yopilguncha, masalan, muddat borda, masalan, siz investordan oldingizmi, masalan, 10 oyga olyapsizmi, 1 yilga olyapsizmi o'sha pulni, o'sha oxirida qilib berishingizga, o'sha qilib berguncha o'shani qaytarsa bo'ladi, ya'ni o'sha anodikini. Zararni o'sha masalan bo'yniga uni anoga qo'ysa bo'ladi, ya'ni puldanmi, boshqa, uni tushuntirib beraman yana davomida. Keyingi slaydda oddiy shirkat shartnomasi nima? Ya'ni boya tushuntirgan shartnoma. Shartnomaning asosiy 8 ta bo'limdan iborat. Ya'ni biz hozir bu qilganimiz ham 8 ta bo'limdan iborat. Endi hammada har xil bo'ladi. Uni ham o'sha shirkatlar qilib beradi. Bu qanaqa tartibda ishlaydi? Masalan, siz boya aytganimdek, bitta siz biznesmensiz, sizda tayyor shablon bor. Siz nima sotishni, qayerdan olib kelishni, hamma narsani bilasiz. Faqatgina sizga pul yetmayapti. Shunaqa vaziyatda sizga pul kerakmi? Investor topasiz va investor bilan birga mana shunaqa shirkatlarga borasiz. Ya'ni sizga shartnoma qilib beradigan. Ya'ni ikkovingiz ikkita shaxs o'rtasiga tushadi, o'sha shirkatlar sizga tayyor shartnoma qilib beradi. O'sha shartnomada hamma narsa yozilgan bo'ladi. O'sha qanaqa holatda tovarni masalan olib kelish, qanday sotish, foizlar kelishilgan bo'ladi, hammasi yozilgan bo'ladi. Necha foiz masalan sizga, necha foiz o'sha investorga va masalan tovar yo'qolsa qanaqa bo'ladi, yoki tovar masalan tabiiy hollar bo'ladi, tovar masalan yonib ketishi bor, masalan har xil vaziyatlar bor, masalan tabiiy yo'qolishi, shunaqa tabiiy nima edi, ekologik hodisalar bo'ladigan bo'lsa, tovarni masalan ziyoni kimga tegishi. Endi bunda ziyoni faqatgina masalan pul bo'yicha bo'lsa o'sha investorga tegadi, mehnatiga esa o'sha tikkan inson kuyadi, biznesmen. Ya'ni shunda ham siz masalan yutqazishingiz ehtimoli kam. Agar tabiiy ofatlar bo'ladigan bo'lsa, uni hammasi yozilgan bo'ladi. Tabiiy ofatlar nimada? O'sha shartnomada yozilgan. Tabiiy ofatlarda ham hammasi emas, tabiiy ofat bo'lgan taqdirda ham o'sha tabiiy ofat o'sha davlat organlari tomonidan haqiqatan tasdiqlansa, o'sha masalan favqulodda holatlar vazirligi tomonidan o'sha tasdiqlansa, shunaqa holat bo'ldi. Masalan, bozorlar, mana bilasiz, mana bozorlar yonib ketadi. Shunaqa yonib ketgan holatda o'shanda pul investor puliga kuyadi. Masalan, men biznesmen bo'lsam, men nomimga kuyaman, mehnatimga kuyaman. Ya'ni o'sha narsa o'sha FFV tomonidan tasdiqlansa, o'shandagina
o'sha amal qiladi, ya'ni o'sha krizis. Sheriklarning hissalari o'sha hammasi yozilgan bo'ladi. Umumiy ulush mulki hammasi yozilgan bo'ladi. Qancha pul olinadi, qancha olinadi, ya'ni aktiv, passiv degan joylari ham bor. Ya'ni aktiv degani o'sha investitsiyadan kelgan pulga siz biron bir maishiy texnika olishingiz mumkin. O'sha hammasi mana shunda yozilgan bo'ladi mana shartnomada. O'sha agarda siz aktiv pulga oladigan bo'lsangiz, aktiv pulga, ya'ni investor bergan pulga, o'sha oxirida o'sha tugasa, boyagi shartnoma tugasa, o'sha aktiv pulga olingan tovarlar yoki narsalar yoki o'sha jihozlar ham bo'linadi. O'sha necha foiz kelishgan bo'lsa, o'shanga bo'linadi. Chunki siz u aktiv pulga olingan. Agar passiv pulga olinadigan bo'lsa, unda faqatgina sizni yoningizda qoladi o'sha tovar, o'sha jihoz, ya'ni o'zingizning pulingizga oladigan bo'lsangiz, o'zingizning foydangizdan yoki o'zingizning pulingizdan oladigan bo'lsangiz, o'zingizda qoladi. O'sha nima, masalan, avtomobil olishingiz mumkin, mana shu korxona uchun yoki ish uchun yoki biron bir maishiy texnika olishingiz mumkin. O'sha hammasi ya'ni sizda qoladi, ya'ni o'zingizning foydangizdan olsangiz. Lekin aktiv pulga, ya'ni o'sha investor bergan pulga siz o'sha jihozni olsangiz, u o'sha oxirida baribir taqsimlanadi. Keyin ishlarni yuritish, kim boshqaradi, nima qiladi, o'sha hammasi kiritilgan. Ya'ni baribir ishni siz boshqarasiz. Investor pulni beradi, siz faqat buni boshqarasiz. Qayerga yo'naltirasiz, hammasi sizni bo'yningizga. Investor aralashmaydi. Investor faqat sizga pulni beradi, shartnomaga qo'l qo'yadi, tamom. Foyda va zarar taqsimoti o'sha boya aytganimdek, nima bo'lsa zarar bo'ladi, nima bo'lsa foyda bo'ladi. O'sha foydani keyin bo'lish tartiblari hammasi yozilgan bo'ladi. Keyin huquq va majburiyatlar. Huquq va majburiyatlar bunda shartnomada kiritilgan bo'ladi. Undan tashqari bunda kiritilmagan joylari ham o'sha mana bu yerda yozilgan. O'zbekiston Respublikasining savdo-sotiq palatasi orqali yana ham chuqur ko'rib chiqiladi agar bunda yozilmagan bo'lsa. Agar qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, hammasi mana shunda kiritilgan bo'ladi. Javobgarlik, qoidani buzgan uchun qanday javob beriladi? Qanday javobgarlik beradi? Qoidani agar buzadigan bo'lsa, o'sha hammasi yozilgan. Masalan, birinchi shaxs tomonidanmi, ikkinchi shaxs tomonidanmi, masalan, investorning puliga shaxsiy ehtiyojlar uchun nimadir olishmi, o'shalar holatlar hammasi mana bu yozilgan. Keyin shartnoma tugashida o'sha pulni hammasi qaytarilishi, foyda chiqarib berilishi, hammasi bunda yozilgan. O'sha foiziga qarab chiqarib berishi. Keyingi slayd esa foydani taqsimlash va qanday belgilanadi? Foyda, mana endi boya shu joyga keldik. Masalan, boya bizniki mana 55%, 45% edi shartnoma bo'yicha. Lekin bu yerda mana hammasi tushuntirilgan. Foyda ulushi kelishuvga qarab belgilanadi. Masalan, siz o'zingiz kelishasiz o'sha investor bilan. Masalan, kimdir 50 yillik ishlaydi. Bunda qanaqa ishlaydi? Ikki kishi ham pul tikadi, ham vaqt tikadi. Ikki kishi ham bir xil ishlaydi. Shunda foyda 50 yillik taqsimlanadi. Keyingisi 60-40 keng tarqalgan model. Ko'pchilik o'sha 40 ga 60 ga ishlaydi. Juda ko'pchilik. Masalan, bu nima uchun? Boshqaruvchi ko'proq ish qiladi, ya'ni o'sha biznesmen ko'proq ish qiladi va investor esa kamroq, masalan, faqat hujjatini qilishi mumkin, pulni berishi mumkin. Ya'ni kamroq ish qiladi. U kelishuvga asosan bo'ladi yoki umuman ishlamasligi mumkin. Keyin 70 ga 30 boshqaruvchi ustunroq, ya'ni investor faqat pul tikadi va boshqa barcha ishlarni boshqaruvchi, ya'ni biznesmen qiladi. Yana ham o'sha aytganimdek, o'zingiz kelishib qilaverasiz. Keyin 55 ga 45 o'rta model, bu hozir bizning kelishuv, mana bu shartnomada kelishuv shunaqa bo'lgan. Bunda endi kattaroq summa tikilgani uchun shunaqa kelishilgan. Ya'ni aytganimdek, o'zingiz kelishaverasiz. Chunki bunda kattaroq summa bo'lgan evaziga bunda masalan vaziyatlar ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, tabiiy holatlar ko'p bo'lishi mumkin-da. Masalan, tovar brak bo'lishi bor, boshqasi bor. O'shanaqa holatda masalan qaytariladi. O'shani hisobiga investor o'zini pulini muhofaza qilish uchun, ya'ni saqlab qolish uchun ko'proq foiz olaman degan bo'lishi ham mumkin. U investor bilan kelishiladigan narsa. Xohlasangiz 70 ga 30 ishlang, xohlasangiz 60 ga, xohlasangiz 50 yillik ishlang, farqi yo'q. Endi mana bu 50 yillik deganida tushuntirilgan, ikki kishi ham bir xil ishlasa, ya'ni bu haqqoniy, ya'ni deyilgan. Keyin shartnoma tuzilganda oxirida o'sha hammani ism, familiyasi yoziladi, pasport raqami yoziladi va qo'l qo'yiladi. Foyda qachon to'lanishi ham yozilgan. Faoliyat davom etadi, biznes ishlaydi, savdo ketadi. Hisobot tuziladi,
kelishilgan muddatda, masalan, siz o'sha investor bilan kelishgan bo'lasiz. Masalan, har 6 oyda, har 3 oyda, har 1 yilda yoki umumiy yilda oxirida, masalan, 10 oylik qildingizmi, o'sha 10 oyda oxirida birdan kapitalimni ham qaytarib berasan, foydamni ham qaytarib berasan deb kelishish mumkin. Farqi yo'q uni. Xohlasangiz kvartalni qilishingiz mumkin. O'sha aytganimda uni kelishuv asosida bo'ladi investor bilan. Dalolat qog'ozi. Ya'ni mana shu shartnomada o'sha hammasi yozilgan, o'sha foizlaringiz, hamma summasi, o'sha narsalar, ya'ni bergan summasi va foizi yozilgan. O'shani ikki kishi ham qo'l qo'ygan bo'ladi. Bu ikkita nusxada bo'ladi. Bittasi investorda, bittasi esa o'sha olgan insonda bo'ladi. To'lovni bank orqali amalga oshiriladi. Chunki agarda siz bank orqali pulni olsangiz, o'sha sizda istoriya qoladi, pul ko'rinib turadi. Qancha pul olganingiz, qancha pul chiqarganingiz, hammasi buxgalterlarga ham oson bo'ladi hisob-kitob qilishida. Keyin investor nimadan himoyalanish kerak? Endi bu investorlar uchun garov taqiqi, ya'ni investor pul bilan boshqa joydan qarz olmasligi kerak. Ya'ni investorning puli bilan boshqa joydan qarz olinmasligi kerak. Ya'ni aralashtirmasligi, boshqa summani aralashtirmaslik kerak. Siz o'sha masalan 100 million oldingizmi, o'sha 100 millionni faqat shu biznesga kiritish kerak va o'shani biznesda aktiv aylantirish kerak. Yong'in garovi qo'yilganda mablag'dan kiritish taqiqlanadi. Mana yozilgan hammasi batafsil o'sha PDFda yana tushuntirilgan. Kirib yana bemalol o'qib chiqsangiz bo'ladi hamma PDFda. Yana mana bu shartnomaning rasmini ham tashlab qo'yaman Telegram kanalimga. Mana shu videoni pastida, mana shu oldi pastda bo'ladi. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Hisobot majburiyati. Boshqaruvchi har bir davrda hisobot berish shart. Ya'ni o'sha kelishiladi aytganimdek, xohlasangiz har oy, xohlasangiz 3 oy, xohlasangiz 6 oyda hisobot qilinadi. Necha pul oborot qilindi, necha pul foyda olindi, necha puli ya'ni necha puli meniki, ya'ni biznesmenniki, necha puli investorniki. Keyin maxfiylik. Mana shu shartnoma faqatgina sizda va investorda bo'lishi kerak. U hammaga ham oshkor qilish kerak emas. Mana bunda necha foiz yozilgan, ism, familiyangiz, qo'l qo'yganingiz hammasi turadi bunda. Pul kiritish tartibi. Faqat pul belgilangan bank hisobiga o'tkaziladi. Naqd pulda iloji bo'lsa bermang, bank orqali tranzaksiya bo'lsin, izlar qolsin. Boya aytganimdek, istoriya qolishi kerak. O'zingizga ham, investorga ham yaxshi. Dalolat qog'ozi. Har bir to'lov dalolat qog'ozi bilan rasmiylashtiriladi. Berdim, oldim emas, hujjat bilan. Hammasi mana shu hujjatda tushgan bo'lishi kerak. 10 ta muhim maslahat investor bilan ishlashda. Hamma narsani yozma qiling. Og'zaki kelishuv kuchga ega emas. Bank orqali pul o'tkazing. Tranzaksiya qoladi, boya aytgandek, izlar qoladi. Muntazam hisobot bering. O'sha sizga ham ishonch bo'ladi, investorga ham ishonch bo'ladi. O'zingiz ham bilib turasiz, qancha foyda qildingiz, qancha oborot qildingiz, qancha tovaringiz hali skladda turibdi, qanchasi muzlab turibdi, qanchasi sotilmadi, qanchasi brak bo'ldi, hammasi o'sha hisobotda bo'ladi. Keyin shartnoma imzolashdan oldin o'qib chiqing. Mana shartnomada mana qarang. Shuncha qog'oz mana. Shuncha qog'oz, buni o'qib chiqish kerak. Обязательно o'zingizga ham yaxshi, investorga ham yaxshi. Ikki kishi ham o'qib chiqish kerak. Xavflarni dastlab aytib qo'ying. O'sha qanaqa xavf bo'ladi? Aytgan tovar brak bo'lishi mumkin. Masalan, elektronika bo'ladigan bo'lsa, elektronikada brak ko'p bo'ladi. O'sha siz tovarni, mana bu loyiha bor. Mana shu loyihada siz kiritgan bo'lasiz. O'sha nima sotishingizni, qanaqa sotishingizni, masalan, har bir kategoriya bor. O'sha kategoriyada o'sha vazrat ko'p bo'lishini kiritishingiz kerak. Masalan, siz endi tovarni tushunasiz-ku, sotib yuribsiz. Sizga tushuncha bo'ladi baribir. Keyin og'zaki va'da bermang. Og'zaki va'da berish bu o'zingizga ziyon. Keyin sarmoyani o'z xarajatingizga sarflamang. Sarmoya o'sha pul berdi, masalan 100 million pul berdimi, o'zingiz uchun ishlatib yubormang, oila uchun, boshqa uchun, qachonki, chunki u sizga bu jinoyat hisoblanadi deyilgan, u sizga o'zi endi o'ylab qarasa ham noto'g'ri hisoblanadi, noto'g'ri. Islomda ham o'sha qachonki foydangizni chiqarsangiz, o'sha foydadan o'zingiz foydangiz olsangiz bo'ladi. Yokida siz o'sha puldan olib qo'ysangiz, siz qarzdor hisoblanasiz. Ya'ni mana bunda shartnomada kiritilgan o'sha hammasi, agar siz o'sha sarmoyadan pul olib qo'ysangiz, masalan, yillik mayli oylik masalan xarajatingiz bor, oylik ishchilaringiz xarajati bor, boshqa xarajatlar bor. Agar o'shani siz shundan oladigan bo'lsangiz, o'sha oxirida kvartalni yoki oyda har hisobot qilinganda va foydangizni chiqarganda o'sha qarzni siz joyiga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hisob-kitobni kechiktirmang, vaqtida qilib turing. Bir investordan ko'p pul so'ramang. Birinchi investitsiya olyapsizmi, kamroq summada boshlang. 5 mingmi, 3 ming dollardami, uzog'i 10 minglar olsangiz bo'ladi, chunki o'zingiz ham endi boshlayapsizmi,
layoqat sizga qarab turib oling. Birinchi kamroq summada qilib ko'ring, keyin ko'proq summada qilasiz. Mana bu shartnomani qilib beradigan insonlar ham bo'ladi. Bu shartnomani har xil mana shirkatlar har xil qilib beradi. Masalan, kimdir 2 millionga qilib beradi, kimdir 3 millionga qilib beradi, lekin bu pulni qizg'anmay turib qilganingiz yaxshi. Chunki bu qog'ozda bo'ladi, bemalol erta ziyon bo'ladimi, nima bo'ladimi, sizga mana bu qog'oz sizga yordam beradi. Chunki bunda O'zbekiston Konstitutsiyasi bo'yicha qonunlar ham kiritilgan va bunga nima edi? Sizga, ya'ni bu bunday olganda sizda bunda force major degan narsa ham bor. Force major degan narsa, voy o'shani ko'rsatib ketish esimdan chiqibdi, aytib ketish. Force major, ya'ni tovarni o'sha yonib ketishi, har xil vaziyatlar, favqulodda holatlar, buni aytdim-ku, o'shanaqa holatlarda ham mana bunda kiritilgan bunda. Sizga ya'ni bu straxovka bo'ladi, ya'ni sug'urta bo'ladi. Shuning uchun ham buni qilganingiz yaxshi. O'sha 2 million puldan olmay turib, masalan, yoki investor bilan kelishib turib, yarmi sen, yarmi men qilaman va qilamiz deb qilishingiz mumkin. Shartnomani o'zgartirmang. Ikki tomonning roziligi o'zgartirish bo'lmaydi. O'sha bitta kelishdingizmi, bitta gaplashdingizmi, o'shanda qolsin. Investor bilan ishlash unaqa qiyin narsa emas. Faqatgina tavakkal qilish sizni bo'yningizda. Hamma ham tavakkal qila olmaydi. Masalan, o'sha pulni olyapsizmi, 10 mingmi, 20 mingmi, qancha pul olyapsizmi yoki 5 ming olyapsizmi, o'sha pulga sizni imkoniyatingiz yetishingiz kerak. Siz agar Xitoy bilan ishlaydigan bo'lsangiz, haqiqatan ko'zingiz yetsa, tovar yetkazib bera olsangiz yoki analitikani to'g'ri tushunsangiz, reklama qila olsangiz, ya'ni tovarni sota olsangiz, biznes qilish qiyin emas. Lekin mana bu menga o'xshagan inson bo'lsa ham, men o'zim juda ko'p tavakkal qilmayman. Keyinni o'ylayman. Lekin shunaqa insonlar ko'pincha yutqazadi. Tavakkal qiladigan insonlar doim plyusda yuradi. Masalan, mana shartnomani bergan menga inson ham, mana shu inson ham o'zi menga o'xshab Rossiyada ishlab yurgan inson, puli bo'lmagan, Rossiyada ishlab yurgan 8 yil va kelib turib shu narsani aytayaptiki menga, men mana shu investitsiyalar bilan ishlashni o'rgandim. Birinchi marta $3000 qanchadir investitsiya olgan, 3000, 5000 olgan va o'sha unga dars bo'lgan. O'sha pulni ham hammasini qilib bera olmagan. Birinchi investitsiyasini zarar qilgan, boshqa qilgan. Hozir endi mana bu yerda yana bu yerda $10,000 qilingan. Yana yaqinda mana bu $10,000 shartnomasi va loyihada esa $30,000 shartnoma qilingan bunda. $30,000 shartnoma qilingan. Loyihasi bu. Ya'ni siz qancha ko'p o'sha ichida yuraversangiz, siz o'shani tushunasiz va bemalol ko'zingiz yetadi ertaga olib sotishga. Sizda pulingiz qancha ko'p aylansa, shuncha ko'proq foyda olasiz. Deylik 100 million aylantirsangiz qancha foyda qildingiz va 200 million olsangiz qancha foyda qildingiz. Ko'pchilik o'zini puli yo'q insonlar shunaqa biznes qiladi. Biznes boshlash uchun pul kerak emas. Faqatgina tushunish kerak, sota olish kerak. Chunki Instagram sotish bor, blogerlarga berish bor, o'sha hammasini siz o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, bu investor bilan ishlash u oxirgi etap. Siz hammasini o'rganib bo'ldingiz va keyin o'sha sizga pul yetmayaptimi, mana shuni qilishingiz kerak bo'ladi. Menimcha sizga ancha manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Bu ma'lumotlar YouTube'ga ham qo'yiladi. Qaysidir gaplarimda masalan xato bo'lishi mumkin, kamchilik bo'lishi mumkin. Yana xudo xohlasa yana o'sha darslarda Telegramni yangilab boraman, chunki men ham hali ichida yurib ishlab yurgan inson emasman. Men prosta o'sha maslahatni oldim, mana shu qilgan insondan ma'lumotlarni oldim, mana bu loyihalarni oldim va sizlarga ulashyapman imkonim yetgancha. Chunki bu narsani ko'pchilik ochib bermagan va sizga ham tushuncha bo'lsin degan maqsadda tushuntiryapman, lekin qiyin narsa emas. Любой insondan mayli 10 million olyapsizmi, 20 million olyapsizmi, 50 million olyapsizmi, mana shunday xatga yozma shartnoma qilib oling, yozma shartnoma. O'sha shartnomada yozma ham bo'ladi. Ikki tomon siz ham qo'l qo'ying, u ham qo'l qo'ysin. Hammasini kiriting. Iloji bo'lsa o'sha mana muzoraba degan narsa bor. Muzoraba. O'shani o'rganib chiqing. Mana shu qo'lda yozyapsizmi, mana shu shirkatsiz yozyapsizmi, hammasini yozib chiqing. O'sha tovar yo'qolsa nima bo'lishi, ChatGPTdan so'rang, Clouddan so'rang, sun'iy intellektdan so'rang. Sizga tayyor shablon qilib beradi. Qanaqa qilib masalan yo'qolsa nima bo'lishi, hammasini sizga qilib beradi va siz bemalol foydalanib turib, masalan tanishingizdan, qarindoshingizdan yoki boshqa investordan pul olib turib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi boshlanishiga, masalan tushuncha bo'lishi uchun. Faqatgina sizda ko'zingiz yetishi kerak. Bu video o'sha pul yetkaza olmayotgan insonlar uchun ancha manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu hozir men skaner Telegram kanalimni chiqarib qo'yaman. Siz bemalol skaner qilib turib, Telegram kanalimga o'tib, mana shu videoni, mana shu PDFlarni va mana buni shartnomaning rasmlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.